1 avgustdan boshlab ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun kundalik hayotga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlar boshlanadi. Bu o'zgarishlar faqat tadbirkorlarga yoki faqat davlat tashkilotlariga tegishli emas. Men bugun oddiy fuqaro, nafaqaxo'r, talaba, ota-ona, haydovchi, yakka tartibdagi tadbirkor va chet elga pul jo'natadigan yoki qabul qiladigan odam nimalarga tayyor turishi kerakligini tushuntirib beraman. Ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bitta kichik e'tiborsizlik jarima ortiqcha to'lov, hujjat kechikish yoki nafaqa va imtiyozlarda muammo keltirib chiqarishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday o'zgarishlarni oddiy tilda odamlar tushunadigan qilib sharhlab boraman. Avval ko'p ishlar qog'oz hujjat, navbat, mahalla yoki tashkilotga borib kelish orqali hal qilinar edi. Masalan, odam kommunal qarzdorligini bilish uchun alohida idoraga murojaat qilardi. Nafaqa yoki moddiy yordam masalasida bir necha joydan ma'lumotnoma yig'ardi. Tadbirkor esa chek, soliq, ijara yoki xodim bo'yicha hisobotlarni ko'pincha kechikib bilardi. Endi tizimlar tobora ko'proq elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi sizning daromadingiz, rasmiy ish joyingiz, mulkingiz, avtomobilingiz, bank orqali kirim-chiqimingiz, qarzdorliklaringiz va ayrim imtiyozlardan foydalanish holatingiz bir-biri bilan bog'lanib boradi. Bu o'zgarishning yaxshi tomoni bor. Odam kamroq qog'oz ko'taradi, ayrim xizmatlar tezlashadi, firibgarlik va yashirin qarzdorlik kamayadi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar siz o'z ma'lumotlaringizni tekshirmasangiz, eski qarz, noto'g'ri kiritilgan telefon raqami, tugallanmagan shartnoma yoki nomingizda qolib ketgan mulk sababli muammoga duch kelasiz. Men aynan shu joyni asosiy ogohlantirish deb bilaman. 1 avgustdan keyin men bilmagan edim degan gap ko'p holatda yordam bermaydi, chunki tizim avtomatik ishlaydi. Birinchi muhim yo'nalish bu to'lovlar va qarzdorliklarning ko'proq elektron nazorat qilinishi. Kommunal xizmatlar, soliq to'lovlari, jarimalar, kredit va ayrim majburiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar tobora tezroq yangilanadi. Masalan, siz uy sotib oldingiz, lekin gaz yoki elektr hisoblagich bo'yicha eski egadan qolgan 250 ming so'm qarz bor. Avvallar bu narsa keyinroq bilinardi. Ba'zan oylar o'tib muammo chiqardi. Endi bunday ma'lumotlar xizmat ko'rsatish, qayta rasmiylashtirish yoki to'lov paytida darhol ko'rinishi mumkin. Shuning uchun uy, mashina, yer, do'kon yoki ijara shartnomasi bilan bog'liq har qanday ishda avval qarzdorlikni tekshirish kerak. Ikkinchi yo'nalish bu ijtimoiy yordam va imtiyozlarning aniqroq tekshirilishi. Avval ayrim oilalar daromadi oshgan bo'lsa ham imtiyozdan foydalanishda davom etgan. Boshqa haqiqatan muhtoj oilalar esa hujjat yig'ishdagi xatolar sababli yordam ola olmagan. Endi elektron bazalar orqali oila a'zolarining rasmiy daromadi, mulki, avtomobili, pensiya yoki stipendiyasi ko'rinishi mumkin. Masalan, oila moddiy yordamga ariza beradi. Onaning rasmiy daromadi yo'q, otaning daromadi ham past, lekin oilaning nomida yangi avtomobil yoki qo'shimcha uy aniqlansa, ariza qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu hamma rad etiladi degani emas. Lekin rasmiy ma'lumotlar muhim bo'lib qoladi. Uchinchi yo'nalish bu tadbirkorlik va savdo faoliyatida chek, shartnoma va hisob-kitob intizomining kuchayishi. Do'kon, xizmat ko'rsatish joyi, onlayn savdo, yetkazib berish, ijaraga berish kabi ishlarda tushumni yashirish xavfi kamaymoqda. Misol uchun bir kishi uyda shirinlik tayyorlab, oyiga teksi million so'mlik buyurtma olyapti. Agar bu faoliyat doimiy daromad manbaiga aylangan bo'lsa, uni shunchaki tanishlarga sotyapman deb yurish xavfli. Chunki bank kartasiga muntazam tushumlar, reklama sahifalari yetkazib berishlar va mijozlar bilan yozishmalar keyinchalik soliq masalasida savol tug'dirishi mumkin. Men bunday odamlarga vahima qilishni emas, faoliyatni to'g'ri rasmiylashtirishni maslahat beraman. 4-chi yo'nalish bu hujjatlar va shaxsiy ma'lumotlar. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, bank kartasi, farzandlar hujjatlari, nikoh yoki ajrim holati, meros va mulk egaligi bo'yicha ma'lumotlar bazalarida to'g'ri bo'lishi kerak. Masalan, siz ko'p yildan beri boshqa manzilda yashaysiz, lekin rasmiy ro'yxatda eski manzil turibdi. Sizga bildirishnoma, sud xati, jarima xabaridan yoki davlat xizmatlari bo'yicha ma'lumot eski manzilga ketishi mumkin. Keyin men ko'rmadim deyish qiyin bo'ladi. Shuning uchun eng oddiy, lekin eng muhim ish ma'lumotlaringizni tekshiring. Birinchi navbatda uy joyi sotib olayotgan yoki sotayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, siz 2,5 million so'mga kvartira olmoqchisiz. Shartnoma oldan faqat narx va ta'mirga qarab qaror qilmaslik kerak.
Kommunal qarzlar kadastr ma'lumotlari mulkka taqiq qo'yilmaganmi? Egalar soni nechta? Voyaga yetmaganlarning ulushi bormi? Sud nizosi yo'qmi? Bularni tekshirish kerak. 1 avgustdan keyingi elektron nazorat sharoitida bunday narsalar tezroq yuzaga chiqadi. Lekin pulni berganingizdan keyin muammoni hal qilish ancha qimmatga tushadi. Ikkinchi guruh bu kredit olganlar yoki qarzdorligi borlar. Agar sizda bank krediti, mikroqarz, aliment, jarima yoki soliq qarzi bo'lsa, uni yashirib bo'lmaydi. Masalan, odam 3 million so'm jarimani vaqtida to'lamagan, keyin chet elga chiqish, avtomobilni sotish yoki bankdan yangi kredit olishda muammo bo'lishi mumkin. Men har doim shuni aytaman, qarz kichik bo'lsa ham uni e'tiborsiz qoldirmang. Bilaverin 1000 so'mlik jarima ustiga penga. Ijro xarajati yoki cheklov qo'shilsa, odam oxirida bir necha barobar ko'proq to'laydi. Uchinchi guruh bu ijtimoiy yordam, subsidiya, bolalar puli, pensiya yoki nafaqa oladigan oilalar. Bu yerda eng katta xato men oldin olganman, demak yana olaman deb o'ylash. Har bir davrda oilaning daromadi, tarkibi va mulki qayta baholanishi mumkin. Masalan, farzand ishga kirgan bo'lsa, oila daromadi oshgan hisoblanadi. Yoki oila nomiga yangi avtomobil rasmiylashtirilgan bo'lsa, tizim buni ko'rishi mumkin. Boshqa tomondan haqiqatan muhtoj oilalar ham hujjatlarni to'g'ri tayyorlasa, yordam olish imkoniyati oshadi. Demak, asosiy masala adolatli va aniq ma'lumot berishda. 4-guruh bu haydovchilar. Jarimalar, texnik ko'rik, sug'urta ishonchnoma, avtomobilni sotish yoki boshqa shaxsga berish masalasida beparvolik qilmaslik kerak. Masalan, siz mashinani tanishingizga haydab tur deb bergansiz. U radar jarimalarini yig'ib qo'ydi. Avtomobil sizning nomingizda bo'lsa, muammo ham sizning nomingizga keladi. Keyin mashina menda emas edi deb isbotlash oson bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun mashina bilan bog'liq har qanday kelishuvni og'zaki emas, hujjat bilan qiling. 5-guruh onlayn savdo qiluvchilar va xizmat ko'rsatuvchilar. Instagram, Telegram, Marketplace, uyda tikuvchilik, repetitorlik, kosmetologiya, ta'mirlash, yetkazib berish, dizayn, dasturlash kabi xizmatlardan muntazam daromad olayotganlar o'zini men biznes emasman deb chetga tortmasligi kerak. Agar daromad doimiy bo'lsa, rasmiylashtirish masalasini ko'rib chiqing. Masalan, oyiga 2 million so'm tushum oladigan repetitor yoki 20 million so'mlik mahsulot sotadigan onlayn do'kon uchun soliq va hujjat masalasi oldindan tartibga solinsa, keyingi tekshiruvlardan qo'rqmaydi. Men tomoshabinlarga bir narsani aniq aytaman. Har qanday o'zgarish jarima keladi. Hamma to'lov oshadi, hamma imtiyozdan ayriladi degani emas. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, qarzlaringiz nazoratda bo'lsa, daromadingiz rasmiy bo'lsa, kommunal to'lovlaringizni vaqtida qilsangiz, siz uchun bu o'zgarishlar ko'proq qulaylik beradi. Masalan, bola bog'cha yoki maktabga joylashayotganda ayrim ma'lumotlar elektron ko'rinadi. Davlat xizmatlarida navbat kamayadi. To'lovlarni mobil ilova orqali kuzatish osonlashadi. Imtiyozga haqli odam esa keraksiz qog'ozbozliksiz tasdiq olishi mumkin. Vahima qilmasligi kerak bo'lgan yana bir guruh bu kichik, tartibli faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar. Agar siz chek beryapsiz, xodimlaringiz rasmiy ijara shartnomangiz bor, soliq hisobotlari vaqtida topshirilsa, tizimning kuchayishi sizga raqobatda foyda ham beradi. Chunki yashirin ishlaydiganlar kamaysa, halol ishlayotgan tadbirkor narx va ishonch bo'yicha ustun bo'ladi. Lekin men hammasini keyin to'g'rilayman deb yurganlar uchun 1 avgust yaxshi eslatma, keyin emas, hozir tartibga keltirish kerak. Eng katta nozik nuqta shuki, bazadagi ma'lumot har doim ham ideal to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, siz allaqachon qarzni to'lagansiz, lekin tizimda hali qarzdor ko'rinishingiz mumkin. Yoki eski telefon raqamingiz qolgan bo'lishi mumkin. Yoki familiya o'zgargan, lekin ayrim xizmatlarda yangilanmagan. Bunday holatda asabiylashib yurish emas, hujjat bilan tuzatish kerak. To'lov kvittansiyasi, shartnoma, bankdan ko'chirma, kadastr hujjati, sud qarori yoki tegishli ma'lumotnomani saqlab qo'ying. Elektron tizim xato qilsa, sizda dalil bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik nuqta bu qarindosh nomiga rasmiylashtirish. Ba'zi odamlar avtomobilni, do'konni, kartani yoki kreditni boshqa odam nomiga qiladi. Ukamning nomida tursin, xotinim nomiga olamiz. Do'stim kartasiga tushsin degan kelishuvlar keyin katta muammo bo'ladi. Masalan, biznes sizniki, lekin tushum qarindoshingiz kartasiga tushyapti. Ertaga soliq savoli tug'ilsa, daromad kimniki? Kredit masalasida nizo chiqsa, javobgarlik kimda? Oilaviy kelishmovchilik bo'lsa, mulk kimga tegishli? Men ekspert sifatida bunday tavakkalni tavsiya qilmayman. Hamma narsa kimga tegishli bo'lsa, o'sha odam nomida va hujjat bilan bo'lsin.
Uchinchi nozik nuqta bu naqd pul va karta tushumlari. Naqd pul ishlatish qonuniy bo'lishi mumkin, lekin muntazam daromadni yashirish uchun foydalanilsa, xavf oshadi. Karta orqali ko'p pul kelishi ham o'z-o'zidan jinoyat emas. Lekin har oy bir xil miqdorda ko'p odamlardan izohsiz tushumlar bo'lsa, bu savol tug'dirishi mumkin. Masalan, bir oyda aqimta odamdan 1000 so'mdan pul tushsa, jami 1000 so'm bo'ladi. Bu sog'lom qarz qaytimi, savdomi yoki xizmat haqi. Agar savdo bo'lsa, hujjati bo'lishi kerak. Shuning uchun izohlarni to'g'ri yozish, shartnoma qilish va faoliyatni rasmiylashtirish muhim. 4-nozik nuqta bu imtiyoz va subsidiya olishda yolg'on ma'lumot berish. Ba'zan odam daromadim yo'q deydi, lekin rasmiy bazada ish joyi yoki mulki chiqadi. Ba'zan uyim yo'q deydi, lekin ulushli mulk borligi aniqlanadi. Bu faqat rad javobi bilan tugamasligi mumkin. Ortiqcha olingan pulni qaytarish talabi ham qo'yilishi ehtimoli bor. Men hammaga shuni maslahat beraman, arizada faqat to'g'ri ma'lumot yozing. Haqiqiy holatingiz qiyin bo'lsa, uni hujjat bilan tushuntiring. Yolg'on ma'lumot qisqa muddatda foyda bergandek ko'rinadi, lekin keyin ancha og'ir oqibat keltiradi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugun nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, barcha asosiy qarzdorliklarni tekshiring. Kommunal to'lovlar, soliq, jarima, kredit, aliment, ijara qarzi bo'yicha holatni ko'ring. Buning uchun davlat xizmatlari portali, bank ilovalari, soliq ilovasi, kommunal xizmatlarning rasmiy ilovalari yoki tegishli idoralar orqali ma'lumot oling. Agar qarz chiqsa, darhol to'lang yoki bo'lib to'lash imkoniyatini so'rang. Agar qarz noto'g'ri bo'lsa, to'lov kvitansiyasi va ariza bilan tuzatishni talab qiling. Ikkinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. ID karta, pasport, stir, JSS shir, yashash manzili, telefon raqami, bank kartalari, mulk hujjatlari va oilaviy holat bo'yicha ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. Agar yaqinda familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikohdan o'tgan bo'lsangiz, ajrashgan bo'lsangiz, boshqa manzilga ko'chgan bo'lsangiz, avtomobil sotgan yoki olgan bo'lsangiz, ma'lumotlar yangilanganini tekshiring. Oddiy ko'ringan bitta xato keyinchalik kredit, nafaqa, subsidiya yoki sud xabarnomasida muammo bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, mulk va shartnomalarni tartibga keltiring. Uy ijaraga berilgan bo'lsa, shartnoma qiling. Avtomobil boshqa odamda yurgan bo'lsa, ishonchnoma yoki rasmiy kelishuvni to'g'ri qiling. Do'kon yoki ofis ijarasi bo'lsa, og'zaki kelishuv bilan ishlamang. Masalan, siz bir xonani oyga 2 million so'mga ijaraga beryapsiz. Bir yil davomida bu 24 million so'm bo'ladi. Kelishuv hujjatsiz bo'lsa, soliq, nizo, kommunal qarz yoki mulkka zarar yetganida isbotlash qiyinlashadi. Shartnoma sizni ham ikkinchi tomonni ham himoya qiladi. 4-qadam, tadbirkorlik faoliyatini baholang. Agar daromadingiz tasodifiy emas, doimiy bo'lsa, rasmiy shakl tanlang. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish kerakmi? O'zini o'zi band qilish yetarlimi? MCJ ochish kerakmi? Buni faoliyat turiga qarab aniqlang. Masalan, uyda pishiriq sotadigan ayol oyga 3 million so'm topsa, bir xil yechim bo'lishi mumkin. Lekin restoranlarga muntazam 1 million so'mlik mahsulot yetkazib bersa, boshqa hujjatlar kerak bo'ladi. Repetitor, usta, tikuvchi, sartarosh, taksi haydovchisi, dizayner, dasturchi, onlayn sotuvchi uchun ham vaziyat daromad, hajmi va xizmat turiga qarab farq qiladi. 5-qadam, ijtimoiy yordam oladigan yoki olishni rejalashtirayotgan oilalar hujjatlarni oldindan tayyorlasin. Oila tarkibi, daromadlar, nogironlik holati, kasallik, ishsizlik, aliment olmaslik, ijara xarajatlari, farzandlar soting kabi holatlarni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Men maslahatimni oddiy aytaman. Ariza berishdan oldin barcha hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Elektron nusxasini ham telefoningizda saqlang. Arizada raqamlarni taxminan yozmang. Qaysi daromad bor, qaysi xarajat bor, aniq ko'rsating. 6-qadam. Katta xarid yoki bitimdan oldin tekshiruv qiling. Uy, yer, mashina, do'kon, uskuna, qimmat telefon yoki kredit shartnomasi bo'lsa, shoshilmang. Sotuvchining hujjati, qarzdorlik, taqiq, kafolat, shartnoma shartlari va to'lov tartibini ko'ring. Masalan, mashina olmoqchisiz, narxi bozor narxidan 20 million so'm arzon. Bu doim ham yaxshi imkoniyat emas, balki jarima ko'pdir, taqiq bordir. Kredit garavidadir yoki hujjatida muammo bordir. Arzon narx o'rtadan katta muammo sotib olishdan ehtiyot bo'ling. 7-qadam, barcha to'lov va hujjatlarning izini saqlang. Bank cheki, elektron kvitansiya, shartnoma, ariza raqami, murojaat javobi, SMS xabar, skrinshot, kadastr hujjati, sud qarori, sug'urta polisi, ijara shartnomasi, bularni yo'qotmang. Telefoningizda alohida papka oching. Masalan, kommunal, soliq, kredit, mulk
farzand hujjatlari deb ajrating. Bu juda oddiy ish, lekin nizo chiqqanda sizni asraydi. Birinchi misol, Toshkentda yashaydigan oila kvartira sotib oldi. Narx kelishildi, boshlang'ich to'lov berildi. Keyin ma'lum bo'ldiki, kvartirada eski kommunal qarzlar va egalik hujjatida aniqlashtirilmagan ulush bor. Agar ular oldindan kadastr, kommunal qarz va mulk egalarini tekshirganida bu muammo chiqmas edi. 1 avgustdan keyin bunday ma'lumotlar ko'proq ko'rinadigan bo'lsa ham, asosiy mas'uliyat xaridorning o'zida qoladi. Ikkinchi misol, Andijonda kichik onlayn savdo qiladigan yigit har oy kartasiga 11 million so'm tushum oladi. U mahsulotni Telegram orqali sotadi, lekin chek bermaydi. Faoliyatni rasmiylashtirmagan. Bir garajda hammasi yaxshi, mijoz bor, daromad bor. Lekin keyin bank operatsiyalari mijoz shikoyati yoki soliq savoli orqali muammo chiqishi mumkin. Agar u faoliyatini to'g'ri rasmiylashtirsa, chek tizimini yo'lga qo'ysa, xarajat va daromadni ajratsa, qo'rqmasdan ishlaydi. Uchinchi misol, Samarqandda bir oila bolalar pul olish uchun murojaat qiladi. Ota norasmiy ishlaydi, ona uyda. 2 farzand bor. Lekin otaning nomida avtomobil va qo'shimcha yer ulushi borligi chiqadi. Bu avtomatik rad degani bo'lmasligi mumkin, lekin arza ko'rib chiqilishiga ta'sir qiladi. Agar ular vaziyatni oldindan tushuntirib, haqiqiy daromad va xarajatlarni hujjat bilan ko'rsatsa, masala aniqroq ko'riladi. Eng yomon yo'l esa mulkni yashirishga urinish. 4-misol, haydovchi mashinasini tanishiga bergan, lekin rasmiy hujjat qilmagan. Bir necha oy ichida radar jarimalari yig'ilgan. Mashina egasi jarimalarni keyin bilgan. Bu yerda saboq juda oddiy. Avtomobil sizning nomingizdami? Demak, uning yuridik oqibati ham sizga keladi. Ishonchnoma, sug'urta, jarimalarni nazorat qilish va avtomobilni kim boshqarayotganini aniq belgilash kerak. 5-misol, chet elda ishlaydigan fuqaro oilasiga har oy pul yuboradi. Uyda esa bu pullar hisobidan qurilish, to'y, davolanish yoki kredit yopish ishlari qilinadi. Bunday pul o'tkazmalari qonuniy bo'lishi mumkin, lekin kelib chiqishini tasdiqlovchi iz bo'lsa yaxshi. Masalan, bank o'tkazmasi, ish shartnomasi, pul yuborgan odamning ma'lumoti saqlansa. Keyinchalik katta xarid qilinganda savollarga javob berish osonroq bo'ladi. Chunki o'zgarish kuchga kirgandan keyin odamlar bir vaqtda murojaat qila boshlaydi. Navbat ko'payadi, telefon liniyalari band bo'ladi, ilovalarda yuklama oshadi. Idoralarda tushuntirish kutadiganlar soni ortadi. Aqlli odam buni oldindan qiladi. Qarzdorlikni bugun tekshirish 10 daqiqa vaqt olishi mumkin, lekin keyin taqiq yoki jarima chiqqanda bir necha kun yurishga to'g'ri keladi. Hujjatni bugun yangilash oddiy, lekin bitim kuni xato chiqsa, pul, vaqt va asab ketadi. Men tomoshabinlarga shuni aytmoqchiman. O'zgarishlardan qo'rqish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Davlat tizimlari raqamlashtirilgani sari har bir odamning shaxsiy moliyaviy intizomi muhim bo'lib boradi. Avval bir amallab o'tib ketadi degan holatlar bo'lgan bo'lsa, endi avtomatik tekshiruvlar kuchaygani sari tartib birinchi o'ringa chiqadi. Bu oddiy fuqaro uchun, tadbirkor uchun ham, haydovchi uchun ham bir xil qo'ydi. Xulosa qilib aytsam, 1 avgustdan boshlab asosiy tayyorgarlik 3 ta narsadan iborat. Qarzlaringizni tekshiring, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Daromad va mulk masalasida hamma narsani rasmiy va aniq qiling. Kimning hujjati joyida bo'lsa, kim to'lovlarni nazorat qilsa, kim shartnomani og'zaki emas, yozma qilsa, u o'zgarishlardan kamroq zarar ko'radi va ko'proq foyda ko'radi. Kim esa keyin ko'ramiz deb yuraversa, aynan o'sha odam kutilmagan muammoga duch kelishi mumkin. Sizningcha 1 avgustdan keyingi eng muhim o'zgarish qaysi sohada ko'proq seziladi? Kommunal to'lovlardami, jarimalardami, ijtimoiy yordamdami yoki tadbirkorlikdami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda har bir o'zgarishni alohida oddiy misollar bilan tushuntirib berishda davom etaman.